Bo'ldi, manimchalik bunaqani yozib qo'ydim. Allohu alam. Xo'p, hammaga yana bir bor assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Birodarlar, bugun inshaalloh sizlar bilan aytilganidek nima haqida gaplashamiz? Tartib va intizom haqida gaplashamiz. Inshaalloh tartib va intizom nafaqat ingliz tili o'rganishda, balki xohlagan narsa o'rganishingizda, xohlagan narsaga erishmoqchi bo'lganingizda tartib va intizom kerak bo'lasiz. Barakallohu fikum. Bugun shu intizom masalasida qisqacha to'xtalib o'tamiz. Ko'p vaqtlarni olmayman inshaalloh. Bilaman, O'zbekistonda hozir 10dan oshdi. Shuning uchun ko'p vaqtlarni olmaslikka harakat qilaman. Xo'p. Darsimizni, suhbatimizni boshlashdan oldin hammalardan iltimos qilib qolaman. Oldinglarga ruchka, daftar olinglar. Yozish kerak bo'ladi. Okay? Yozishinglar kerak bo'ladi yoki misol uchun chatga emas, o'zingizlarni save messages, ya'ni o'zingizlarni anaqalarga, o'zingizlarni chatinglarga Telegramda yozib boringlar aytilayotgan narsalarni. Oxirida masalada, ya'ni bugun nima o'rgandik, nimani tushundinglar deganimda menga butun shu bugungi suhbatimizni menga qaytadan yuborasizlar. O'shanda o'zingizlarga eslab qolishga yaxshi bo'ladi inshaalloh va keyinchalik sizlarga yana kerak bo'lib qolganda shu narsalar eslashga ham oson bo'ladi. Men o'zim uchun mana plan tuzib olganman. Bugungi planimiz mana shu haqida gaplashamiz inshaalloh. Bismillah, boshlaymiz. Hamma tayyorlanmagan bo'lsa, hozir ruchka, daftar yoki shunga o'xshash yoki boshqa yo'l bilan ishga harakat qiling. Okay? Yozib olishga harakat qilinglar. Barakallohu fikum. Muhim narsa bo'ladi. Okay? Hozir oling. Of course. Uzr. Okay. Xo'p, uni bismillah deb boshlaymiz, birodarlar. Bugun sizlar bilan tartib va intizom haqida gaplashamiz inshaalloh. Meni o'zim uchun ham juda ham muhim narsa bu. O'zim uchun ham eslatma bo'ladi bu inshaalloh. Avvalambor o'zim uchun. Xo'p, men bu narsa haqida o'ylaganimda ko'pincha bitta narsaga amin bo'lamanki, odam o'z hayotiga tartib va intizom kirgizmoqchi bo'lsa, shu tartib va intizomga xalaqit qilayotgan va yo'lini to'sayotgan narsalarni birinchi olib tashlash kerak. Ya'ni, mana bu yerda hozir qarang. Misol uchun, mana daftarim bu meni har xil darslarimni yozib boraman. Arab til darslarimni, misol arab tilidan qoidalar va hokazo, ya'ni misol uchun gaplar tuzaman, mashqlar qilaman. Ya'ni meni arab til daftarim. Va men misol uchun yangi hayotimni o'zgartirish kiritmoqchi bo'lsam, men misol uchun mana shu yozilgan joyiga, mana ham kichkina joyiga emas, shunaqa istig'dirishga harakat qilib emas. Nima qilishim kerak bo'ladi, birodarlar? Mana bunaqa yangi varrodan boshlashim kerak bo'ladi. Tushunarli? Mana toza yangi varrodan boshlashim kerak bo'ladi. Boshqacha qilib aytganda, sizlar inshaalloh men ham siz ham hayotimizni yangilamoqchisiz, to'g'rimi? Misol uchun oramizda shunaqa bo'lishi mumkinki, anchadan beri nimadirga erishgisi kelyapti, hech narsaga oxirgi paytda erishmayapti. O'rgangisi kelyapti, o'rgana olmayapti. Nimadirlar ishlagisi kelyapti, ishlamayapti. Kallasiga hech narsa kirmayapti. Ishlar yurishmayapti va hokazo, ya'ni nimadir hayotda oldinga surilish kerak. Anaqa rus tilida so'z bor-ku, misol uchun "Я хочу жить, а не выживать" deydi-ku, misol uchun. Men yashashga, ya'ni tirik qolishga harakat qilib yashashman, yashash xohlayman deb aytganga o'xshaydi. Ya'ni harakat qilib, misol uchun odam rivojlanayotganini sezish kerak. Tushunyapsizmi? Ustida ishlab nimadir o'syapman, men alhamdulillah, men oldingidan yaxshiroq odam bo'lyapman degan narsani sezishingiz uchun, birodarlar, yangi varrodan, toza varrodan boshlashingiz kerak.
Mana shu toza varroqdan boshlash uchun hozir nima qilish kerakligini hozir sizga inshaalloh aytib o'taman. Va bu narsa albatta shu ingliz tilini o'rganib, anchadan beri o'zida rivojlanish sezmayotgan odamlarga yoki boshqa arab tilini o'rganib o'zida o'zgarish sezmayotgan odamlarga va hokazo ishlayotganda, misol uchun o'zida ishlayapsizda, har doim misol 5 yil oldin ishlaganingizdek xuddi shunaqa hozir ishlaysiz. Yo'q, 5 yildan beri ishlayotgan bo'lsangiz, ancha professionallashib ketgan bo'lishingiz kerak, bitta joyda turmayotgan bo'lishingiz kerak. Lekin shu siz rivojlanmayotganingizni, oldinga surilmayotganingizni, muvaffaqiyatga planlaringizni amalga oshira olmayotganingizni, oldingizga qo'ygan maqsadingiz sizdan uzoqlashib ketayotganining sabablari albatta bor. Nimaga? Chunki Alloh subhanahu va taolo bu dunyoni sabablar ustiga qurgan. Hamma narsani sababi bo'ladi. Tushunarli? Va men o'zimni fikrlashimdan kelib chiqib, nima desam bo'ladi? Hozirgi zamonda, hozirgi shu 25-yilda yashayotgan bo'lsak, 2025-yildagi eng ko'p mana shu tarqalgan sabablardan bir qanchasini sizlarga aytib o'tmoqchiman inshaalloh. Nimaga? So'ng biz mana shunaqa toza varroq bo'lib olishimiz uchun birinchi. Bu yoqqa yaxshi tartib, intizom kirg'izish uchun birodarlar aytganimdek, toza bo'lib olishimiz kerak. Tushunarli? Shu tozalanib olishimiz uchun, toza varroq bo'lib olishimiz uchun biz ba'zi ishlarni qilishimiz kerak ekan, birodarlar. Men o'zim xulosamdan bir nechta kitob o'qiganimdan va hokazo shu narsani kelib chiqib sizlarga aytmoqchiman inshaalloh. Tushunarli? Hozir bitta narsani olib kelay o'zimga. Xo'p, bismillah. Qaytdim. Birodarlar, birinchi o'rinda biz nima qilishimiz kerak? Yozamiz. Mana shu birinchi yozishinglar kerak bo'lgan narsa plan deb qo'yinglar. Mana o'zimga plan deb qo'yganman. Mana plan deb qo'yinglar. Birinchi qilishinglar kerak bo'lgan narsa. Get rid of distractions. Get rid of distractions. Ya'ni sizni chalg'itayotgan narsalardan voz keching, qutuling ulardan. Tushunarli? O'sha narsalarni chopish kerak. Qo'pol qilib aytganda, chalg'itayotgan narsalarni chopish kerak. Va eng qiziqarlisi shuki, siz bilan men ko'pincha shu chalg'itayotgan narsalarni biz bilmaymiz, o'zi nima chalg'itayapti. O'zi bilmaysiz, sizni nima rostdan ham chalg'itayotganini ko'pincha bilmay qolasiz. Xo'p. Ovozim yaxshi kelyaptimi yo'qmi, yana bir so'rab yuboraman, чтобы 1 soat gapirib, hech qaysi eshitilmayotgan bo'lmasligi uchun. Qanaqadir har xil ovozlar chiqsa, noto'g'ri tushunmaysizlar. Nariyaxonada qizim o'tiribdi, kelyotgan. Alhamdulillah. Bo'ldi, davom etamiz. Xo'p, birodarlar, nima deyotgandim? Chalg'ish. Mana o'zim ham chalg'im, ko'rasizlar. Mana shu hayotingizdagi chalg'ishlardan qutulishimiz kerak. Tushunarli? Hayotingizdagi chalg'ish. Ular nima? Mana men o'zim hozir kelib chiqib aytadigan bo'lsam, o'zimdan yoki atrofimdagi odamlardan, o'quvchilarimdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, hozir eng katta chalg'ish manbalari distractions, yani sources of distraction. Sources of distraction bu nima? Birinchi o'rinda sotsial seti, ijtimoiy tarmoq. Ijtimoiy tarmoqda nima qilishingiz kerak? Reels, Shorts, TikTok yoki shunga o'xshagan platformalarda, ya'ni cold turkey deydi-ku, cold turkey chopishingiz kerak. Tushunarli? Hayotingizda rostdan ham katta o'zgarish qilmoqchimisiz? Maslahatim bu platformalarni choping. Albatta istisnolar bo'ladi. Misol uchun ishingiz, karyerangiz shu platformalarga bog'liq bo'lsa, misol uchun menga o'xshab. Shunda ham juda katta radikalni qanaqadir qadam qo'yishingiz kerakki, o'sha yerdagi chalg'ishlar sizga xalaqit qilmasin. Kontentlarni shunaqa filtrovать qilishingiz kerakki, juda o'zi eng zo'r aytganda chopish shu narsani. Chunki o'sha yerga ishingiz bog'langan bo'lmasa, misol uchun o'zingiz content maker bo'lmasangiz, foydali, manfaatli content maker bo'lmasangiz, uni batamom chopishni maslahat qilaman, to'g'risi. O'zim o'sha yerda, misol uchun sizlar uchun content qiladigan odam bo'lsam ham, o'zi to'g'risini aytsam, oxirgi paytda qilayotgan kontentlarimning asosiy qismi o'sha Instagramda u yerdan chiqib ketishga undaydigan kontentlar qilyapman. E'tibor bergan bo'lsanglar. Agar o'shaning uchun aytaman, ishlamasangiz Instagramda manfaatli kontent qiladigan odam bo'lmasangiz, chiqib keting u yerdan. Chunki u eng katta hozirgi chalg'ish
manbalardan biri. Va ana Reels, TikTok, Shorts hammasi bir xil. Tushunarli? Shorts, TikTok, Reels hammasi bir xil. Ikkinchidan yana bitta sezmaydigan narsamiz birodarlar social interactions. Social interactions deganda buni ham yozib olasiz. Mana social mediani yozib oldinglar. Social interactions ham yozib olinglar. Ya'ni social interactions deganda birodarlar bilan kun uchrashaverish, chaqirishsa boraverish, misol uchun, hamda yig'ilmaymizmi birodarlar? Chunki qaranglar-da, mana o'zimni sinfdoshlarim Toshkentda yashayotganimda shunaqa bo'lardi. Sinfdoshlarim, kursdoshlarim, qo'shnilarim, ishimdagi birodarlar, misol uchun ishxonamdagi birodarlar, Koreyada o'qib kelib Toshkentga qaytib kelgan birodarlar, misol uchun Madinada tanishlar bor, Madinadan yoki Turkiya. Ko'rasizlar, ya'ni bir-birini tanimaydigan har xil circlelar bo'ladi. Birodarlarni kruglari bo'ladi. Bu yoqda krug bunisini tanimaydi, bu yoqdagisi bunisini tanimaydi. Ularni misol uchun bittasi bilan uchrashasizda, qolgan hammasi bilan uchrashib chiqquningizgacha, narisi keyin narisi bilan uchrashadigan vaqt kelib qoladi. Ya'ni har kuni kimlardir uchrashishga odam topiladi. 100% topadi, ayniqsa Toshkentda. Ya'ni ayniqsa O'zbekistonda. Men o'zim Toshkentda yashaganim uchun Toshkentda ham O'zbekiston haqida gap ketyapti. Nimaga? Chunki hamma tanishlarimizni eng katta qismi o'sha yerda. Chet elga chiqqandan keyin albatta bu narsa sal kamayishni boshlaydi, lekin baribir bizani eng chalg'itayotgan narsalardan bittasi shu kruvlaringiz bilan uchrashaverish. Prosta nimaga uchrashamiz? Ozgina endi chopilib ketmaylik, oramizdagi nima edi? Ota shu so'zda oqibat yo'q bo'lib ketmasin. Yo'q, oqibat yo'q bo'lib ketmasin, alhamdulillah, to'g'ri. Lekin hamma bilan uchrashib chiqadigan bo'ladigan bo'lsangiz, mana maqsadlaringiz qolib ketyapti misol uchun-da. Bular xafa bo'lib qolmasin, endi uchrashishimizga xafa bo'lmasin. Bunisi ham xafa bo'lmasin. Sizda hayotingiz yomon ketayotganidan ular xafa bo'lishmaydimi? To'g'risida, birodarlaringiz xafa bo'lmaydimi? Siz misol maqsadlaringizdan uzoqlashib ketayotganingizdan, darslaringizni qila olmayapsiz, o'rgana olmayapsiz, pul to'lab o'rganmoqchi bo'lgan narsangizni o'rgana olmayapsiz-da. Sen nima har kuni biz uchrashaverasan, kecha bilan uchrashdim deding, ertaga bilan uchrashaman deyapsan, bugun biz bilan uchrashyapsan, darsingni qachon qilyapsan deb qayg'urishadimi o'sha birodarlar? Shu narsani savol beringlar. Qayg'urishadimi? Qachon mana bu narsani qilishga ulguryapsan? Nimaga kelding bu yoqqa oldimizga? Chaqiravursa kelaverasanmi? Ishlaringni qilmaysanmi? Oilangni boqishing kerak. Deyishadimi o'sha birodarlar? Kamdan kam aytishadi. Kamdan kam. Agar shunaqa deydigan birodarlaringiz bo'lsa, tabriklayman. Katta ne'mat bor ekan sizda. Bitta savol bering, qani qancha odamning nimasi birodarlar shunaqa aytar ekan. Xo'p, sizni birodarlaringiz shunday deydimi? Umid qilamanki, yo'q. Umid qilamanki, demoqchi edim. Qizim baqirib qoldi. Yo'q, mana bitta ikkita odamlar deyishyapti. Kam odamlar. Lekin asosiy javob yo'q, unaqasi yo'q. Unaqa yo'q deyishyapti. Birodarlar, mana qaranglar-da, mana shundan xulosa chiqarsanglar bo'ladi. Misol uchun, qo'pol qilaman, bu qo'pol qilib aytganda bu realnost, ya'ni bu haqiqat, bu voqelik shunaqa. Birodarlarimiz bilan maza qilamiz. Men ham birodarlar bilan uchrashib maza qilaman. Ba'zi uchrashib turaman, alhamdulillah. Misol uchun bu birodarlar ba'zida manfaatli suhbat qilamiz, iymonlashamiz, alhamdulillah, har bitta uchrashganimiz. Alhamdulillah, bu yaxshi narsa bu. Lekin bu eng muhim narsa ham yo'q. Eng muhim narsaga xalaqit qilayotganimizda chopish kerak. Даже mana qaranglar-da, men shu narsani qaysi darsda esimdan chiqib qoldi, qaysi silsilaviy darsda edi. Manchalik Alloh alam shu qaysi bitta sheyxi vaqt taqsimoti haqida bo'lgan darsda edi. Aytadi, ba'zi ulamolar, katta ulamolardan aytishadiki, birodarlar bilan, shu musulmon birodarlaringiz bilan iymonlashish uchun ham ko'p uchrashib yorish bu makruh degan. Ko'p uchrashib yorish, birodarlar, iymonlashasizlar-ku, bir-biriga Alloh ishlatasizlar. Yaxshi narsa emasmi? Voy, dars qilish kerak-ku. Darsni kim qiladi? Postoyan uchrashaversangiz. Nimaga? Chunki avloviyat bor. Tushunasizlarmi? Avloviyat nima degani? Avloviyat degani nima bir-biridan afzal. Nima bir-biridan afzal? Hamda dars qilib, maqsadlaringizga erishib, masalan, u narsa o'rganib, miyani
rivojlantirib, maqsadlaringizga yaqinlashish, ishlash, jamiyatga foyda keltirish, ummatga foyda keltirishmi, hayotingizni yaxshiroq qilish, oilangizga qarashmi yoki постоянно birodarlar bilan uchrashishmi? Manfaati qaysi birida ko'proq? Buni kichkina manfaati, balki katta manfaatni yo'q qilib qo'ymayaptimi? O'sha narsaga e'tibor berishimiz kerak, birodarlar. Tushunarli? Ya'ni birodarlar bilan uchrashib, yaxshi suhbat qurishingiz ham, birodarlar bilan uchrashib, yaxshi suhbat qurishingiz ham bir xilida sizlarni orqaga tortadi. Hatto iymonlashayotgan bo'lsangiz ham. Nimaga? Chunki mana bu misol uchun ilm olishingiz kerak, to'g'risida ilm olishingiz kerak. Men misol yana iymonlashib o'tiravermaymiz, to'g'rimi? Men hali iymonlash haqida gapiryapman. Hali aksarimiz Alloh subhanahu va taolani umuman eslamaymiz birodarlar bilan uchrashganda. O'rtoqlaringiz bilan boshqa bir şey umuman eslanmaydi. Bir-birimizga misol uchun yomonlikdan nahiy munkar qilmaymiz. Umuman qilmaydi bu narsa. Sezganmisiz shu narsani? Men hozir eng yaxshi davrlarni gapiryapman. Iymonlashadigan davrlarni aytyapman. Oramizda qanchamiz o'zi shunaqa ekanmiz. Hali men nima deydi, bekorchi, bema'ni anaqa davralar haqida gapirmayapman. So'kib bir-biriga gapiradigan, astag'firulloh, bir-birini yomonlikka boshlaydigan, gunohlarni bir-biri bilan ulashadigan, kulib, betayinlik qiladigan, buni haqida gapirmayapman. Bir-birini yaxshi yushadigan, eslatmani qiladigan davrlar haqida ham. O'shalarni ham juda ko'paytirib yuborsangiz, sizga zarari bo'lar ekan, birodarlar. Shuni eslab qoling. Ya'ni birinchisi sotsialniy seti bo'ldi. Ikkinchisi nima bo'ldi? Ko'p uchrashib yurish birodarlar bilan. Manfaatli uchrashayotgan bo'lsangiz. Misol uchun to'g'risi, meni o'zimda mana shu narsa ko'p bo'ladi. Misol uchun mana chet elda yashayotganda men yashayotgan joyga bitta odam kelib qolsa O'zbekistonda, endi buni suhbatini olish kerak. Bitta uchrashuvga kelib qolganimda uchrashaman u bilan. Keyin boshqa odam kelib qolib, u bilan uchrashish kerak. U bilan endi uchrashishga kelib qolibdi. Endi bitta suhbat qilaylik deb qol. Siz bilan bitta suhbat qilaylik, u bilan bitta suhbat qilishimiz, siz bilan bitta suhbat olgim kelyapti. Men qachon rivojlanaman men? Suhbatlashib o'tiravermaysiz. Nima qilaman? Amal bo'lish kerak-ku, faqat seni gap bo'lmaydi-ku, to'g'rimi? Mana shuni eslab qoling, birodarlar. Keyingisiga o'taman. O'tgan safargi webinarimizda aytgan narsamizni yana qaytaraman, chunki bu narsa hammamizga, menga ham, sizlarga ham hayotimizni qurishimiz uchun muhim bo'lgan narsa. Bu dopaminingizni tekshirib oling. Yozib ketinglar buni, katta harflarda yozinglar. Dopaminni tekshirib oling, qayerdan kelayotganini. Sizga dopamin qayerdan kelyapti? Shu narsani o'zingizda chek qilib oling. Miyada chek qilib oling, dopamin qayerdan kelyapti? Tushunarli? Nimaga buni aytyapman? Bitta narsani eslab qolinglar. Oltin qoida. Mana shu gapni iltimos o'zingizlarga yozib olinglar. Oltin hayotingiz uchun oltin qoida bu. Faqatgina ingliz tilini o'rganish uchun emas. Qanchalik sizga manfaatsiz bo'lgan narsadan qanchalik ko'p sizga manfaatsiz bo'lgan narsadan dopamin olsangiz, eslab qolasiz. Sizga manfaatsiz bo'lgan narsadan qanchalik ko'p dopamin olsangiz, shunchalik sizga manfaatli narsani qilish qiyinlashib boraveradi. Zerikarlilashib boraveradi. Ilojsiz bo'lib boraveradi. Tushunasizmi nima qilishligimni? Qanchalik ko'p dopamin olasiz, befoyda narsadan qanchalik ko'p dopamin olsangiz, shunchalik foydali narsa sizga qiyinlashib boraveradi. Men ustozman. Ingliz tili ustozman. Nechta o'quvchi ko'rganman deb o'ylaysizlar? Misol uchun harakat qilyapti o'qishga. Harakat qilyapti, o'tirib dars qilishga harakat qilyapti, kallaga shunchaki kirmaydi. Kalla qabul qilmayapti. O'tiribdi, dars qilyapti, nimadir yozishga harakat qilyapti, lekin kallaga kirmayapti. Men unga dars o'tayotganimda oldiga kelib, qara. Mana ham so'zni ma'nosi misol oddiy misol. Book kitob degani. Aytaman misol. Book kitob degani. Kitob book degani. Xo'p, shuna book nima degani ekan desam, nima edi? Voy, hozir aytdingiz-ku, nima edi? Mashina qilib turadigan odam bo'lib qoladi. Qo'pol qilib aytganda. Bu nimaga unaqa bo'lyapti? Chunki dopamin befoyda joydan kelyapti. Постоянно. Qanaqa joylar? Hozirga yana aytaman, voqeadan kelib chiqib eng ko'p tarqalganlarni aytaman. Kinolar ko'rish, vaynlar ko'rish, betayin blogerlarni kuzatib borish yoki ko'p ovqatlanish. Bunda, misol uchun ovqatlanishda to'g'risi hammamiz, men ham aybdorman, ko'p ovqatlanishda yoki aytaylik, mana boya aytganimizdek uchrashib odamlar bilan suhbatlashib yurish, gap sotib boshqa qilib yurish, mana shu narsalarning dopamin hamma narsadan dopamin ajraladi.
miqdorda gap. Gap miqdorda. Ajralmasligida emas gap. Miqdorda. Nimaga miqdorda gap? Chunki miya eng ko'p dopamin chiqayotgan narsaga yopishaveradi. Endi tasavvur qilinglar. Har 1 minut, har 1,5-2 minutda reels ko'rayotganingizda, vaynerlarni, blogerlarni ko'rayotganingizda nerealno katta miqdorda dopamin chiqyapti miyada. Buf, buf, buf qilib dopamin ishlab chiqaraveradi, ishlab chiqarib, miya charchayaveradi shu narsadan. Keyin mana yoqda, mana dars qilishga o'tirganingizda, bitta kitob o'qishga o'tirganingizda, miyada mincha dopamin chiqqanida, 4 soat o'tirasizda, mincha dopamin chiqsa-da, miyaga yoqadi deb o'ylaysizlar. Albatta miya bu narsani tark qilishni boshlaydi. Menga kerak emas bu narsa, zerikib ketadi. Zerikib ketish boshlaydi. Miya qabul qilmaydi bu narsani. Eslab qolgingiz kelmaydi. Nimaga? Menga anu dopaminni ber, anunsi zo'r kelyapti deydi. Bu narsani men sizlarga o'zimdan kelib chiqayotmayman, birodarlar. Inshaalloh yaqinda YouTube'da katta ko'rsatuv chiqaraman. Inshaalloh yaqinda o'sha yerda men neyroxirurglar bilan, nima deydi o'zbekchasiga? Neyrojarrohlar bilan, miya bilan shug'ullanadigan doktorlar bilan intervyu qilganman. O'sha yerda ular aytishyaptiki, dopamin, ichkilik, sigaret chekish, narkomaniya va shu content consumption, ya'ni content kuzatish, Instagram, YouTube, TikToklarda content kuzatish bilan bir xil narsada. Dopamin bir xil ta'sir qiladi hammasiga. Narkomanlar nimaga narkoman bo'lib qoladi? Chunki miyada juda katta ulkan miqdorda dopamin ishlab chiqaradi narkotik qabul qilganida. Nimaga sigaretga odam o'tirib qoladi? Chunki sigaret chekkan dopamin kayf qiladi. Ichganda nimaga o'tirib qoladi? Alkash bo'lib qoladi odamda, qo'pol qilib ketganda, chunki ichganda dopamin ishlab chiqaradi. O'tirib qoladi. Постоянно o'sha narsaga kayf ketgandan keyin yana ichkisi keladi. Sezgan bo'lsangiz, kayf ketadi, yana yo'l qidirishni boshlaydi. Chakkanda ham xuddi shunaqa, narkomanlar ham xuddi shunaqa. Va Instagramda o'tiradigan, vaynerlarni kuzatadigan, blogerlarni kuzatadigan odamlar xuddi shunaqa. Qatdan bilamiz, bo'sh bo'lib qoldimi, telefon chiqib ketadi. Bo'sh bo'lib qoldimi, telefon chiqib ketaveradi. Sezganmisizlar? Soat tekshirishlarni sezganmisizlar? Ozgina zerikib qoling, ozgina bo'sh bo'lib qoling, 3-4 sekundga nima bo'ladi? Shuna soatni ko'rib oling, faqat soatni ko'ring deysizlar. Shuna telefon chiqib keladi. Shuna blokdan chiqaring, nima bo'lgan ekan? Qani kimdir yozdimikin, ketdi. Kirib ketib qolasiz. Noto'g'rimi? Savol beraman interaktiv bo'lish uchun. Tanish holatmi deyman. Ha. Tanish holat. Albatta. Shunaqa. Shuning uchun aytaman, birodarlar. Dopaminni chek qilib olinglar, iltimos. Dopaminni chek qilib olinglar. Men o'quvchilarimga shu narsani iltimos qilaman har doim. Mendan dars olgan bo'lsanglar, barakallohu fikum. Iltimos qilaman, boshqa joydan dopamin olmaslikka harakat qilinglar. Nimaga? Chunki men qanchalik mana o'zim kitob yozib, sizlarga kitob darsliklar yozib tayyorlab, kачественный, sifatli darsliklar yozib, darsliklarni manfaatli qilishga harakat qilib, 100% borimni berib darsliklar yozib, kurslar qilsam-da, lekin sizlar qabul qila olmasanglar, nimaga? Chunki dopamindan, vaynerlardan, blogerlardan, YouTube'da betayin narsalardan ovursanglar-da, dars qabul qila olmasanglar, men o'zim aybdor his qilishim kerak. Nimaga unaqa? Kurs yaxshi emas. Iltimos birodarlar, o'shaning uchun. Mendan misol uchun dars olmasanglar ham, boshqa ustozdan olinglar, barakallohu fikum. U вообще ikkinchi darajali. Men hozir sizlar qilishinglarni xohlayotgan narsa, birodarlar. Iltimos, kimdan o'rganayotgan bo'lsanglar ham qabul qilishni to'g'rilab olinglar. Dopaminni o'sha joydan olinglar. Yaxshi, foydali, sizlarga ilm berayotgan, foyda berayotgan joydan dopamin olsanglar, imam narsani chopmasanglar, o'sha yerdan maza qila olmaysiz, qabul qila olmaysiz, miya umuman qabul qilmaydi. Menga kerak emas bu narsa. Menga anunsin dopamin ko'p berayotganini bergin deydi. O'sha narsani yaxshi hisob qiling. Iltimos. Voy aytganimdek, birodarlar. Mana toza varroq bo'lib olishingiz kerak. Menimki befoyda dopamin to'lib yotgan bo'lsa, sig'maydi. Men butun varrog'inglar betayin yomon kontent bilan to'ldirib yuborgan bo'lsanglar, dopamin mana shu joy qolmaydi, nimadir foydali narsa kirg'izishga joy qolmaydi. Juda ham oson qilishga tushuntirishga harakat qilaman, birodarlar. Va bu aytayotgan gaplarim hammasini, birodarlar, tibbiyot bilan, ilmiy izlanish bilan isbotlangan narsalar. Men o'zimni hozir emotsiyadan kelib chiqib gapirayotganim yo'q. Buni inshaalloh yaqinda ko'rsatuvda o'zingizlar ham ko'rasizlar inshaalloh.
iltimos gaplarimni jiddiy qabul qilinglar. Bu hayotinglar uchun kerak bo'lgan narsa. Meni hayotim uchun kerak bo'lgan narsa. Dopaminni biz boshqarishimiz kerak. Yana bitta oddiy misol, birodar. Sal o'qishdan, sal ozgina chetlashmasdan harakat qilaman aytishga shu narsani. Dopamin yana bilasizlar, xursandchilik gormoni deyiladi. Bilasizlarmi, shunaqa odamlar bor, dars qilib kayf qiladi. To'xta, mana shu kitobni o'qib olay, oxirigacha qiziqib ketyapman. Nima bu, qanaqa informatsiyalar otganimni, mana shu kitobni o'qiyapman, hozir vashi maza qilyapman, ani kuni bitta kitob tugatdim deb kitob o'qiydi, maza qiladi, nimadir o'rganayotgandan kayf qiladigan odamlar bor, bilasizlarmi? Nimaga siz shu narsa nimadir o'rganishga, darslar olishga, kitoblar o'qishga yoki 2-3 soatlik katta podkastlarni ko'rib, manfaat olishga, suhbatlarni eshitishga qiziqmaysizda, 1 minutlik qat'iy bir betayin vanyalar, blogerlarni kuzatishga qo'l ketib qoladi, shuni kirib ketib qoladi shu platformaga. Nimaga unaqa? O'sha gap. Maza qilish, ya'ni xursandchilik gormoni u yoqda sizda ko'proq chiqyapti. Av sizda misol uchun mana kitoblar o'qigandan kayf qilishingiz uchun, manfaatli narsa qilayotganingizdan kayf qilishingiz uchun ayog'ini umuman chopish kerak. Tozaroq bo'lishingiz kerak. Chopmasangiz miya har doim olishtirish boshlaydi. Qayerda ko'proq dopamin chiqyapti. Agar chopmasangiz, baribir ko'proq dopamin chiqayotgan joyga talpin uradi va aksar holatda deyarli Alloh alam har doim ko'proq dopamin bekorchi, befoyda narsadan chiqadi. Chunki albatta mana bu narsa zerikarli bo'ladi boshida. Kitob o'qishlar, til o'rganishlar boshida zerikarli bo'ladi. Ayniqsa miyangizga chirtib yuborgan bo'lsangiz o'sha mana shu narsalar bilan. Zerikarli. Lekin mana shu narsani batamom chopib tashlasangiz, inshaalloh o'sha befoyda dopamin manbalarini chopib tashlasangiz, dars qilishdan, kitob o'qishdan, ilm olishdan kayf qilishni boshlaysiz inshaalloh. Tushunarli-ya? O'shanda sizda ham xursandchilik bo'lishi boshlaydi. Voy, hozir uyga borib yana dars qilib kelyapti deyishni boshlaysiz inshaalloh. Bu uchun nima qilish kerak birinchi o'rinda? Miyani nariyoq o'rganib qolgan dopamindan detoks qilish kerak. Umuman chopish kerak. Miyaga aytish kerakki, bo'ldi, u dopamin yo'q o'zi deyish kerak. Qanaqa qilib aytasiz? Chopib. Boshqa u dopaminni bermasdan. Tushunarli bo'ladigan aytdim. Bu nima deydi? Pointim. Bu fikrim tushunarli bo'ldi. Bu fikrim tushunarli bo'ldimi? Tushunarli bo'ldimi? Alhamdulillah. Ovozim kelayotganidan xursandman. Chunki yaqinda internetim, Wi-Fi'imizdan o'chib qoldi. Xo'p, nimagaligini aytdim. Endi birodarlar, hamma yaqinda ham kitobda o'qigan joyim sizlar bilan ulashmoqchiman. Essentialism degan kitob. Yaqinda kitob exhibition nima bo'ladi o'zbekchasiga? Ko'rgazmasi. Kitob ko'rgazmasiga borganimda ko'rib qoldim. Shu kitobni bir ikkita varaqlab ko'rganimda qiziqarli fikrlar ko'rganim uchun oldim. Ichida yaqinda o'qib qolgan bitta nima hali oxirigacha aksar joyini o'qimadim. Hali tugatilgani yo'q bu kitob. Shuning uchun maslahat berishdan qo'rqaman, to'g'risini aytsam. Ichida nima borligidan. Lekin bitta fikr menga yoqdi. Essentialism. Nima degani bu? Mana hozir sizlar bilan hozir aytgan narsalarimizni inobatga olib tozavarroq bo'lib oldik inshaalloh. Tozavarroq bo'lib oldingiz. Chopdingiz. Bema'ni kontentlarni chopdingiz Instagramdan, me'yorda ovqatlanyapsiz. Bu ham juda ham muhim, birodarlar. To'yguncha ovqatlanmaslik kerak. Bunda men ham aybdorman. To'yguncha ovqatlanmang, maslahatim. Qorningiz ochgan hissi ketgungachagina ovqatlaning faqat. Nimaga? Chunki to'yguningizgacha ovqatlanasiz, bo'kasiz, bo'kkandan keyin energiya hazm qilishga ketib qoladi, uyqungiz kelish boshlaydi. Bilaman, oson emas. Men ham aybdorman doimo bu narsada. Harakat qilib o'zim ustida ishlashga harakat qilaman. Lekin nima qilay? Mrs. Ustozishning qo'li shirin bo'lgani uchun ko'p ovqat yevoraman bir xilda, lekin unda emas gap. Gap nimadaki, birodarlar, tozavarroq bo'ling. Yani ovqatlanishni to'g'rilab oling, ko'p ovqatlanmang. Qoringiz ochgani ketganicha bo'ldi. Qoringiz ochgani ketsin bo'ldi. Betayin vanyalarni, blogerlarni batamom choping, kamroq ko'ring demayman, batamom choping bo'ldi. Vobshe ko'rmaslik kerak. Kino ko'rmaslik kerak, musiqa eshitmang. Bu narsadan dopamin kelishni boshlaydi, chalg'iysiz. Ketdi u narsalar ketdi. Yana bitta muhim narsa, birodarlar, bittada 2-3 narsa qilishni to'xtatinglar. Mana shu boyga aytgan essentialism nuqtasiga bizani olib kelib qo'yadi. Multitasking.
Ya'ni qaranglar, essentialist bilan non-essentialist. Mana shuni yozib qo'yinglar. Become an essentialist. Essentialist bo'ling. Essentialist bo'ling. Essentialist nima degani? Essentialist birodarlar bitta narsaga fokus qiladi, bitta narsaga e'tiborini jamlaydi-da, o'sha narsada zo'r bo'lishga harakat qiladi. Qo'pol qilib aytganda. O'sha narsaga, ya'ni qaranglar, prioritetlarini to'g'ri tuzadigan odam hamma narsani qilishga harakat qilmaydi-da, hamma narsani zo'r qilishga harakat qilib, hech qaysi yaxshi bo'la olmaydigan odam emas-da. Bir xil narsalarda chopib, mana shu narsada zo'r bo'laman deb, o'sha narsadan katta maqsadlarga erishadigan odam essentialist. Qo'pol qilib aytganda. Ingliz tilida gap bor, конечно, bu mubolag'a gap. Mubolag'a gap, sizlarga men hozir o'ylashaman shu gapdan. You can do anything, but not everything. Mana shu gapni ma'nosini tushundinglarmi? Nima deb o'ylaysizlar? You can do anything but not everything. Ma'nosi nima? Qaranglar. Ma'nosi nimaki? Sekin-sekin o'sha ingliz tili joyiga kirib kelyapmiz, birodarlar. Ma'nosi nimada bu gapni? Sen xohlagan narsangni qila olasan Allohning izni bilan. Albatta Allohning izni bilan qo'shib ketishimiz kerak. Biz chunki zaifmiz. Hech narsa qo'limizdan kelmaydi o'zi asli. Alloh subhanahu va taolo izni bilan hamma narsani qila olamiz. Allohning izni bilan hamma, ya'ni любой narsani deylik. Любой narsani istagan narsangni qilasan, lekin hamma narsani qila olmaysan degan. Tushunarli? Anything but not everything. Anything degani любой narsa degani. Lekin everything degani hamma narsa degani. Bu degani kunimiz cheklangan, hayotimiz cheklangan, hamma narsani qila olmaysiz baribir. Hamma narsani qila olmaysiz. Lekin ma'lum bir narsalarni zo'r qila olasiz. Tushunyapsizmi maqsadligimni? Hamma sohalarda ideal 100% zo'r, misol uchun ekspert bo'lib keta olmaysiz. Bu bizani voqelik, bizani insoniyatligimizni bitta nima deydi? Jihati bu. Tushunarli? Insonmiz. Qo'limizdan ko'p narsa keladi, lekin hamma narsa kelmaydi. Shu narsani hisobga oling, birodarlar. Nima demoqchiman bu bilan? Sizga muhim bo'lgan narsani spiskasini tuzing. Mana yana bitta yozib ketyapmiz. Keyingi bunaqani. You can do anything but not everything yozdingiz. Essentialist bo'lgan deb yozdingiz. Endi yana keyingi nuqtamizda sizga muhim bo'lgan, qilishingiz kerak bo'lgan narsalarni spiskasini tuzib chiqing. Misol uchun kunlik, oylik, haftalik va hokazo. Tushunarli? Spiskani tuzdingiz. Ani qilish xohlayotgan narsalaringiz emas, e'tibor bering. Xohlayotgan narsalaringiz emas, qilishingiz kerak bo'lgan narsa. Tushunarli? Siz qilishingiz shart bo'lgan narsalar. Men sizga o'zi aytaman, o'shalarning eng birinchi o'rinda nimasi turadi? Albatta, ibodat turadi. Namoz. Namoz o'qish shart. Boshqa planlaringizni, boshqa qilishingiz shart bo'lgan narsani uni atrofiga quramiz, to'g'rimi? Atrofiga. Men bunisini endi, men buni qilib olganimni ulgursam, men namoz yo'q. Namoz o'qishingiz shart. Namoz o'qiysiz, ibodatingizni qilyapsiz, alhamdulillah. Keyingi narsalar nima? Ya'ni ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi narsalar haqida gaplashamiz. Birinchi o'rinda albatta Alloh subhanahu va taolaga ibodat qilishimiz turadi. Chunki shu narsa uchun yaraldik o'zi, to'g'rimi? Loser bo'lish xohlamaymiz. Oxirat kelgan, ya'ni qiyomat turganimizda nimaga yaralganmiz o'zi? Ibodat qilish uchun. Ibodat qilmagan bu qolmaydi. Loser bo'lmaydi. Hayot eng katta, ya'ni yutqizgan odam bo'lmasligimiz uchun ibodatni birinchi o'ringa qo'yamiz. Ikkinchi o'rinda nima? Misol uchun har kunlik Qur'on o'qiydigan, o'zingiz normativingiz bo'lsin yoki misol uchun zikr qilish va hokazo shu narsani qilib olganingizdan keyin study, o'qish, dars qilish. Mana bu yerda ko'plar misol uchun oriylarda ingliz tilini maqsad qilib kirgan, uni hozir yana kavomimiz aytganimdek, ingliz tilini misol uchun dars qilish, sport bilan shug'ullanish bor. Yoki aytaylik, hobbilar bor, qanaqadir siz uchun muhim bo'lgan va hokazo, to'g'rimi? Lekin sizga aytganimdek, kuniga faqat necha soat bor? 24 soat. 24 soat. Uxlashingizga vaqt ajratishingiz kerak. Ovqatlanishingizga vaqt ajratishingiz kerak. Oilangizga vaqt ajratishingiz kerak. Farzandingizni tarbiyalashga vaqt ajratishingiz shart. Noe'tibor berib qarasangiz, hamma narsaga ulgurmayotgan ekansiz. Yo'q, qilishim kerak-ku baribir. Hammasini qilishim kerak deb, birodar, o'zingiz aldamang. Baribir hamma narsaga ulgurmaysiz. Hozir aytdik. Ko'p narsa qo'limizdan keladi, lekin hamma narsa kelmaydi qo'limizdan. Bu narsa menga ham yoqmasa ham, sizlarga ham yoqmasa ham, baribir bir xil narsalarni chopishimizga majbur bo'lamiz.
Bir xil narsani chopishimiz kerak. Boya aytdim-ku, avlawiyat. Ya'ni prioritize qilishimiz kerak. Nimadir muhimroq. O'sha muhimroqni birinchi o'ringa qo'ying. Agar bitta pastki narsa, tepadagi narsalarga, muhimroq narsalarga xalaqit qilmayotgan bo'lsa, bismillah xalaqit qilayotgan bo'lsa, chopishga majburmiz. Hayot shunaqa. Men ham misol uchun mashina haydashni o'rganib, 26 yoshman, mashina haydashni hali ham bilmayman. Men uchun bu muhimmi? Albatta muhim. Lekin hozir meni prioritetlarim muhim, avlawiyatga qo'yib olgan narsalarimni ichiga sig'mayapti. Chopishga majburman bu narsani o'rganish hali ham. Mashina haydashni hali ham bilmayman. Birodar, 10-26 yoshman, farzandim bor hali ham. Alhamdulillah, ya'ni. Men uchun bu muhim narsa bo'lsa ham bir xil narsadan chopishim kerak. Yana bir ikkita til o'rganib kelib chopganman. Bu narsa menga hozir arab tili o'rganishchalik muhim emas. Tushunasizlarmi? Yana ko'p narsadan chopganman misol uchun. Ko'p hayotimda menga muhim bo'lgan narsalarni chopishga majbur bo'lganman. Nimaga? Chunki undan ham muhimroq narsalar bor va shu narsani anglamasanglar, birodarlar, hamma narsaga qilishga harakat, yo'q bu ham kerak ekan, uni ham qo'shaveraman. Buni ham kunligi hamma narsani olib kirib hech narsa erishmaysizlar. Essentialist bo'linglar, birodarlar. Essentialist. Tushunarli? Hamma narsa qilishga harakat qilmaylik. Muhimini qilinglar. Eng muhimini qilinglar. Bilaman, muhim narsalar qolib ketib qolishi mumkin, lekin eng muhimini qilmasangiz, men bilan chopib turib hech narsa qila olmaysizlar. Katta e'tibor, katta ehtimol bilan. O'shaning uchun ham ko'plar oramizda yillar davomida hech narsaga erishmayapti. Lekin nimadirlar qilyapti, muhim narsalarni qilyapman-ku, men kerak emas narsalar bilan qilmayapman, kerak emas narsalar bilan shug'ullanmayapman. Faqat muhim narsalar bilan kunimni o'tkazyapman, lekin hech chunki bittada endi qo'polroq gap aytishardi yoshligimda, 5 ta qo'lingni og'zingga tiqmagin deb aytishardi. Ya'ni bittada hamma narsani qilishga harakat qilasiz, albatta hech narsa qila olmaysiz. Tushunarli bu narsa. Keyin birodarlar, mana o'sha kiyomimiz ingliz tiliga dars qilish degan kuningizga bitta muhim narsani kirgizgan bo'lsangiz va kirgizishingiz kerak. Biz har doim dars qilishimiz kerak. 4 soat dars qilishingiz kerak. Necha soat ekan? 4 soat. 4 soat dars qilib vaqt o'tkazishingiz kerak. Endi mana shu muhim narsa. 4 soat dars qilishimiz kerak deyapmiz. Endi bu 4 soatni sifati ham bor-da. Tushunasizlarmi? 4 soatni sifati bor. Agar men misol uchun dars qilayotganda o'tirsam-da, misol uchun o'tiraman, kitob o'qiyapman, misol uchun o'qib o'tirman-da. Keyin kimdir kelib qoldi, salomlashdi. Birodar, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Nimaga yaxshimi, tinchmi? 3 minut gaplashdim, misol uchun. Rahmat, bu mayli, bu kitob o'qiyapman, rahmat. Dars kitob o'qiyapman-da, telefon jinglab. Telefon jinglab. Alo. Bo'ladi. Alaykum. Shunaqa 3 minut ketdi yana. Keyin ham yana kimdir kelib qoldi. Zakaz buyurishim kerak, zakaz qildim. Ko'p shopdaman, zakaz berdim. Bu zakaz qabul qilib, pulni to'lab keldim. 5 minut o'tdi. Qarasam, уже 15-20 minutli ana shunaqa narsalarga chalib ketyapman. Keyin yana misol uchun beyt anaqa bo'ladigan bo'lsa, shu telefon kirib, qaniydi shuni xabarlar yoki SMS kelmaganmikin deb kirib, Instagram to'g'ridan ochilib ketib qoladi, o'zidan o'zi bo'ldi. Instagram kirib, yana yarim soat yo'l ketib qoldi, dars qotuvdim, ikkinchi dars. Shu dars kiraman. Yana 2, 3, 5, 10 minut, 15 minutcha o'qiyman-da. O'qiyman, dars qilaman. Keyin charchadim. Buni ozgina zaprandan qilib olishim, zarakka qolib, toza havoga chiqib, toza 15 minut yana ketdi u narsaga. Azon chaqirdi, namoz o'qib kelamiz. Namoz albatta o'qish shart bu holda, o'qish har doim kerak vaqtida. O'zini vaqtida o'qishimiz kerak. Namoz o'qib kelgan 15-20 minut qarasangiz 4 soat o'tdi. 4 soat o'tgandan keyin shu turdingiz, o'qibman, bo'ldi, men 4 soat dars qildim deysiz. 4 soat dars qilgan bo'lasiz. Uyga bordingiz, yuzdagilar nima bo'ldi? 4 soat dars qildingmi? 4 soat dars qilgan. Qaraysiz, o'zi yarim soat dars qilgan bo'lasiz. Yarim soat dars qilgan bo'lasiz. Qolgan 3,5 soat bekorchilik bilan yoki namoz bilan, bekorchilikdan tashqari bir xil amallarda namoz, boshqa narsalar o'tib ketgan bo'ladi. Yoki xuftondan keyin dars qilgan bo'lsangiz, namoz ham ichida bo'lmaydi. Bekorchilik bilan o'tib ketgan bo'ladi. Ya'ni men aytayotgan 4 soat, birodarlar, mana shu hamma 3,5 soat bo'lgan narsani bekorchilikdan chiqarib tashlab, toza 4 soatga haqida gaplashyapman. Toza 4 soat. Qachon oxirgi marta toza 4 soat dars qildinglar? Toza, 100% toza. Qanchalik savol beraychi? Qachon oxirgi marta toza 4 soat dars qildingiz?
kecha alhamdulillah islom yeyman. Toza 3 soat. Oxirgi bir haftada emas, 3 yil oldin o'tgan bahor. Ko'rasizlar birodarlar, toza 4 soat. Hali biz o'zimiz bilan o'zimiz, ya'ni haqiqat go'y deydimi? Chestni bo'lishimiz kerak qisqasi. O'zimiz bilan o'zimiz chestni. Chunki bu narsa kimdir uchun emas, o'zingiz uchun, to'g'rimi birodar? Men dars qilishim men uchun. Siz dars qilishingiz, ishlashingiz o'zingiz uchun. O'zingiz bilan o'zingiz ham chestni bo'lmasangiz, xolis bo'lmasangiz, mana o'sha so'z keldi, xolis bo'lmasangiz nima qilyapsiz unda? O'zingiz bilan o'zingiz ham xolis bo'lmasangiz hatto. Nima qilyapsiz unda hayotda? To'g'risi-da. O'zingizga o'zingiz aldab yursangiz, 4 soat qildim-ku, endi nima yo'q, chestni bo'lingiz bilan. Yo'q, mana bugun 4 soat o'tirib bekorchilik qildim. Dars qolmadi deb o'yladim. 4 soat o'tirib o'zimni band qilib ko'rsatdim xolos. Bandmas edim o'zi, bekorchilik qildim deb tan olmasangiz birodarlar, odam o'zining kasalligini tan olmagunicha tuzalmaydi hech qachon. Tushunasizlar? Hech qachon tuzalmaydi o'zining kasalligini tan olmagunicha. Shuning uchun iltimos qilaman, o'zingizlar bilan o'zingizlar xolis bo'linglar. Barakallohu fikum. Tushunarli? Endi keyingisi 4 soat dars qilishingiz kerak ekan. 4 soat dars qilishingiz kerak. Endi har kuniga birodarlar, o'sha 4 soatdan chekkaga surib qo'yamiz, ozgina. 4 soatga chekkaga surib qo'yamiz. Birinchi, har kuni qilishingiz kerak bo'lgan ish miqdorini belgilab oling. Ish miqdorini. Misol uchun, men aytaylik, bitta YouTube videoning ssenariysini yozib chiqishim kerak bugun deb o'zimga ish miqdorini belgilab olsam. Yoki men mana shu bugungi o'rgangan darsimizda 350 ta gap tuzib chiqishim kerak, misol uchun. Gap tuzib chiqishimni belgilab oldim o'zim. Yoki bitta listening qilib, o'sha listeningni analiz qilib chiqishim kerak. 3 ta listeningmi yoki misol 4 soat bo'ladigan bo'lsa, masalan. Tushunarli? Mana shu normativ qo'yib olinglar. Chunki 4 soat normativ qo'yib, qaranglar, kichkina ish miqdorini 4 soatga cho'zib o'tirishingiz ham mumkin. Shunaqa bo'ladi ham, bu narsa isbotlangan. Agar men misol uchun ish miqdorini belgilamasdan turib 4 soat ishlashim kerak deb kelsam-da, misol uchun keldim, 4 soat ishlayman men bugun. Qancha ish qilishga ulgursam, o'shancha qilaman deb aytsam, yarim soatli ishni 4 soatga cho'zaman. Tushunasizlar? Lekin men misol 4 soatli ishchi o'zimga belgilab olib, taxminan 4 soatda qancha, toza 4 soatda qancha ish qilishimni biladigan bo'lsam, bilib olishim kerak, tushunasan? O'sha narsani o'zimga normativ qilib, bugungi mana shu narsani bitirishim kerak qilib kelsam, o'sha 4 soatda 4 soatli ish bitiraman. Kerak bo'lsa 6 soatli ishni ham 4 soatda bitirishim mumkin. Tushunasizlarmi nima demoqchiligimni? Faqatgina vaqtni belgilamanglar. Vazifani ham belgilab olinglar o'zingizga. Tushunarli? Faqatgina vaqt emas. Barakallohu fikum. Keyin mana o'sha keldik. Kunlik tartibingizni belgilab oling birodar. Kunlik dars qiladigan tartibingizni o'zingiz uchun belgilab oling. Men ham, siz ham bu plandan tashqariga chiqib ketib qolishimiz mumkin. Biz odammiz, bu normal holat. Men chiqib ketaman bir xil planlarimdan tashqariga, o'xshamay qoladi, boshqa bo'ladi, uchrashuv chiqib qoladi, uchrashuv atmay bo'lib qoladi va hokazo. Darsim atmay qolishi mumkin. Ustoz kelmay yoki men kelib kasal bo'lib qoldim. Mana kasal bo'lib qoldim. Yo'q, bu bo'ladigan narsa, lekin baribir planingiz bo'lishi kerak. Plan bo'lgani va unga rioya qila olmay qolishingiz, plan bo'lmasdan turib shamolda uchirgan bayga o'xshab uchirishingizdan ancha yaxshiroq bo'ladi. Plan bo'lib turib unga rioya qila olmay qolishingiz. Tushunarlimi nima demoqchiligim, birodar? Eslab qo'ying shu narsani. Plan tuzib oling kuningizga. Endi mana ingliz tiliga kirib kelyapmiz, birodar. Kirib keldik. Ingliz tilini 45 minut tartib, intizomni tuzib oldik. Toza varroq bo'ldik. Toza varroqga biz keyin o'zimizning prinsiplarimizni qo'yib chiqdik. Essentialist bo'ldik. Hamma narsani qilishga harakat qilmasdan faqat eng muhim avloyatlarni, eng muhimlarini qilishimiz kerakligini belgilab oldik. Biz o'zimizga spiska tuzib oldik muhim narsalarni va eng tepadagilarini qilishga o'zimizga oldik. Namoz, va hokazo dars, va hokazo, ya'ni qilishlarni oila bilan vaqt. Kuniga 4 soat dars qilishimiz kerakligini bildik va o'sha 4 soat toza 4 soat bo'lish kerakligini bildik va o'sha 4 soat ichida biz yana qancha ish qilishimiz kerakligini belgilab olishimiz kerakligini ham bildik. Ya'ni faqatgina 4 soat ishlayman deb xohlagan ishingizni ulgurganingizcha qilish emas. Qancha ulgurish kerakligini ham belgilab olish kerakligini bildik. Endi tartib tuzib olamiz. Mana men sizlarga o'zim tuzgan tartib hozirga ulashaman inshaalloh. Ya'ni nima?
bir oy davomida, bir oy emas, yolg'on bo'lmasin, 35 kun davomida sizlar ingliz tilini rivojlantirishingiz uchun, o'zingizda o'zgarish sezishingiz uchun tartib tuzib chiqqanman, plan tuzib chiqqanman. Ya'ni nechida uyg'onib, nechida yotish kerakligi emas, ingliz tiliga taalluqli plan. Mana hozir sizlarga o'sha narsani oldin ulashganman, hozir yana eslatma sifatida ulashib qo'yaman. Hozir 35 kunlik planni sizlarga yubordim, birodarlar. Manchalik ko'rinadi PDFda. Endi telefoningizda PDF ocha oladigan bo'lsangiz, ko'rinishi kerak inshaalloh. Ming bor uzun. Xo'p. Bu plan qanaqa plan? Birodarlar. Bundan oldingi men sizlarga aytib chiqqan narsalarni amalga boshqa tillarga ham tushadi inshaalloh. Men sizlarga hozir aytib chiqqan tamoyillarimizni amalga oshirishga yordam beradigan plan qanaqa qilib yordam beradi bu plan? Birinchi o'rinda albatta social medialarni chop tashlamasangiz bu planni fizически amalga oshira olmaysiz. Ya'ni fizически ulgurmaysiz bu yerda belgilangan narsalarni qilishga agar Instagramda o'tiradigan odam bo'lsangiz. Tushunasizmi nima demoqchiligimni? Umuman ulgurishga iloji bo'lmaydi. Va pastdan o'rtoqlaringiz bilan uchrashishga, gap sotishga, kechqurun 12 larda kofe ichishga chiqishga, mana shu narsaga fizически ulgurmaysiz bu plandagi narsani amalga oshirmoqchi bo'lsangiz, birodar. Shunaqa tuzganmanki bu planni. Ya'ni bu planni amalga oshirgandan keyin iloji yo'qki katta o'zgarish sezmasligingiz o'zingizda. Allohning izni bilan albatta. Allohning izni bilan iloji yo'q. Ya'ni Allohning izni bilan mana shu narsadan albatta katta o'zgarish sezasiz mana shu narsalarni qilsangiz. Tushunarli? Mana sizlar o'zingizlar plan tuzib chiqishingiz ham Allohning izni bilan endi shart emas. Bu men emas, Alloh subhanahu va taolo sizlarga berdi deb hisoblanglar. Mana sizlarga Alloh mana berib qo'ydi, mana foydalan, mana ishlat, kuning tartib bilan bekorchi narsalarni chop tashlab, faqat foydali narsalar, toza varroq bo'lib, faqat foydalilarni kirgizgin. Avlodiyatni belgilab ol o'zingga, faqat eng muhimlarini qilganda, hamma narsani bitta qilishga harakat qilmagin deb, mana sizga ingliz tilini o'rganayotgan bo'lsangiz, ingliz tilida nima qilish kerakligini 35 kun davomida, ya'ni nima qilish kerakligini aytib qo'yinman. Taxminan 35 kun. 5 haftami adashmasam? 5 hafta edi. O'sha yerda nima qilish kerakligini sizlarga ulashib qo'ydim. 5 hafta. Nima qilish kerakligini ulashib qo'ydim. Mana Alloh subhanahu va taolo sizlarga o'sha yo'l ko'rsatib qo'yyapti, sekin-sekin. Mana shuni amalga oshirish kerak. Qanaqa qilib amalga oshirasiz? Endi mana shu ingliz tili nimasiga o'tib ketdik, birodar. Qanaqa qilib bu 35 kunlikni amalga oshirasiz? Endi qaranglar. Mana hozir o'zim nimani ochib oling. Birinchi haftada misol uchun sразу mana grammatika, topic vocabulary, speaking bo'lyapti. Mana shu narsalarni qilish kerak ekan. Birinchi haftani birinchi kunida dushanba kuni misol uchun. Present simple, present continuous, past simple, future simple to'rtta zamonni qaytarib olishingiz kerak. Aytgancha bu planni birodarlar men elementary va undan balandlar uchun tuzganman. Beginner uchun misol uchun shu nimani jadvalni qolibini o'zingizga olib foydalansangiz bo'ladi, albatta. Beginner bo'lsangiz. Beginnerlar uchun bemalol foydalansangiz bo'ladi, qolibini olib shu narsani. Har kuni nima qilish kerakligini qolibini olib. Aynan mavzularni olmasdan bo'lsa, misol uchun. Xo'p, mana shu mavzularni bir sidirib o'rganib chiqasiz. Present simple, present continuous, past simple, future simple. O'rganib chiqdingiz. Topic vocabulary, mana family and relationships degan mavzuda mana shu mavzuga tegishli so'zlarni o'rganib chiqasiz misol uchun. Ularga gap tuzdingiz. Tepada o'rgangan grammatikalarga ham gap tuzdingiz. Qarang, o'sha 4 ta narsani, 4 ta grammatika o'rganib olsizda, yana bitta mavzuga tegishli topic vocabulary o'rganib olsiz, o'sha 4 soatingiz to'lib ketadi. 4 soat yetsa agar. Tushunasizmi? Boshqa narsalarga vaqtingiz fizически qolmaydi. Ya'ni speaking ham ozgina qilishingiz kerak. Bu narsalarga vaqtingiz fizически qolmaydi, bekorchi narsalarga. Shuning uchun agar bo'sh varroq bo'lmasangiz, birodarlar, qila olmaysiz bu narsani. Yo'q, bekorchi yana odatlaringiz hali ham turish kerak bo'ladi, man planni bajara olmaysiz yoki planni bajarasiz va bekorchi narsalarni chopishingiz kerak bo'ladi. Siz oldingizda yo'l turibdi. Ikkita yo'l. Tushunarli, birodarlar? Xo'p, mana shu planni amalga oshirasizlar.
mashqlarni amalga oshirasizlar inshaalloh. Sizlardan savol beringlar demaganim ham ancha vaqt bo'lib qoldi. Hozir sizlarga savol berish anaqasini beraman inshaalloh birodarlar. Xo'p, bu planni amalga oshirish uchun sizlarga ustoz kerak bo'ladi birodarlar. Oldinglardagi ingliz tilini biladigan odam bo'lsa, birodaringlar bo'lsa yoki aytaylik misol uchun qarindoshinglar, akangizmi, ukangizmi, opangizmi, singlingizmi ingliz tilini yaxshi biladigan bo'lsa, katta sizda ne'mat bor ekan, mana shu planni amalga oshira olasiz o'zingiz uyda misol uchun. Mana shu sizga mavzularni o'tib berishadi, vazifalarni qilasiz, tekshirtirasiz ularga. Faqatgina o'zingiz qila olmaysiz bu narsani. Tan olish kerak. Tekshirib berishga odam kerak sizga, tushunarli-a? Men bu narsalarni o'rganish uchun materiallarni ham sizlarga ulashib qo'yishim mumkin. Agar hozir administratorlarimiz ham kuzatishayotgan bo'lsa, iltimos qilib qolaman, tepada esinglarda bo'lsa, mana shu mavzular uchun handoutlarni ham tashlagan edik. O bir tepada kanalda o'sha narsalarni yana bir marta qaytadan tashlab yuborsanglar, kanalga zo'r bo'lardi. Iloji bo'lsa topib o'sha yerda mana shu yoki mana shu mavzularni qaranglar. Hozir o'zingizlar eksperiment qilib ko'rsanglar bo'ladi. Grammatikada misol uchun present simple deb yozsanglar, mana kanalimizga kirib, mana Telegram kanaliga kirib, present simple deb yozsanglar chiqib keladi. Present simple nimalari? Handoutlari chiqib keladi. Misol uchun mana present simple deb qidirdim, ketdi mana o'sha chiqib keldi anaqa. Nima? Handout chiqib keldi. Mana hozir sizga o'sha chiqib kelgan narsani yuborib qo'yapman. Hozir yuboryapman. Mana. Keldimi? Mana shunaqa narsalar chiqib keladi sizlarda. Present simple, ya'ni o'zingizlar o'rganishingiz uchun va baribir sizlarga kimdir tekshirib berish kerak bo'ladi. Mana shu handoutlardan foydalanib o'rgansanglar bo'ladi, mashqlari bo'ladi, o'rgatgan handouti bo'ladi, qachon qanaqa ishlatilishini o'rgatgan handoutlar foydalansanglar bo'ladi, tekinga albatta. Va mana shu vazifalarni qilib kimgadir tekshirtirib olsanglar inshaalloh Allohning izni bilan nima bo'ladi? Katta o'zgarish sezasiz 35 kun ichida. Mana shu sizga yozib ketgan narsalarimni qilib ketsanglar Allohning izni bilan. Tushunarli-a? Barakallohu fikum. Xo'p, savollarga o'taylik sekin. Savollarni yozishib turdi. ishni qilish uchun ishlatsa bo'ladi. Albatta ishlatsa bo'ladi. 8 olish uchun ishlatsa bo'ladi. Albatta. Kursda o'qiyotganlarga nima maslahat berasiz? Darslarni takrorlashga dangasalik bo'lyapti, qaytarilmasi esdan chiqyapti. Qaytarishmas qilaman. Dangasalik qilmaslikni aytganimdek, birodar, nimaga dangasalik qilyapsiz? Chunki sizga dars qilish kayf bermayapti. Kayf qilayotgan narsaga intiladi odam har doim. Dars qilish kayf berish uchun boshqa bekorchi kayf berayotgan narsani chopish kerak boshda aytganimdek, birodar. Kerakli materiallarni tepada tashlaganman. O'sha mavzunotini yozsangiz inshaalloh sizga chiqib keladi. Tushunarli? Kurs haqida ma'lumot bering. Kurs haqida o'sha qo'pol qilib aytganda ma'lumotni berib bo'ldim. Qanaqa ma'noda? Mana shu 35 kunlik jadvalni biz kursda amalga oshiramiz. Qanaqasiga? Nima degani u? 35 kun ichida sizlar shuncha grammatika o'rganishingiz kerak. O'sha grammatikalarni men darslik qilib, har bitta grammatikaga alohida darslik qilib berib boraman. Ya'ni sizlarga chaynab o'zingizlar solib qo'yaman qo'pol qilib aytganda o'sha mavzularni. O'zingizlar misol uchun internetdan yoki qarindoshingizdan tanishingizdan borib menga mana shu narsani tushuntirib ber deyishinglar shart bo'lmaydi, lekin uni ham iloji bor. Agar kursga sharoit boshqa narsa bo'lmasa, shuni ham siz misol uchun bo'ldi, men o'rgana olmas ekanman demasligingiz kerak. Tushunarli? Ikkinchidan vocabulary. Mana hozir endi oila va relationships. O'sha mavzuda texnologiya, meditsina, ovqat va hokazo. Mana shu mavzularda ham eng kerakli bo'ladigan topic vocabulary, ya'ni so'z boyligini sizlarga spiskasini tuzib o'sha so'zlarni qanaqa qilib ishlatiladi, qachon ishlatiladi va hamma ma'nolari qanaqa bo'ladi, hammasini tushuntirib bergan video darsliklarimni ulashib boraman o'sha 35 kunda. Misol uchun mana shu kuni vocabulary o'rganishimiz kuni bo'lsa, o'sha kuni sizga vocabulary tushadi. Grammatika bo'lsa, grammatika tushadi. Va hokazo. Listening kuni listening tushadi. Reading kuni reading tushadi. Va hokazo. Tushunarli? Mana kursda shunaqa 35 kun sizlar buni qo'lingizdan ushlab 35 kun yeteklab ketiladi. Ya'ni intizomiylarni majburiy ravishda sizlarga qildirishga majbur bo'lamiz. Tushunarli? Kursda yana bitta tamoyillardan bittasi mana shu safardan qo'yamiz. Instagramni ustozlarga yoki alohida bitta odam belgilab qo'yamizmi ko'ramiz. Har kuni Instagram o'chirib tashlash emas. Instagram har kuni nima bo'ladi?
screen time Instagram o'zida qancha vaqt o'tirganingizni ko'rsatadigan joyi bo'ladi. O'sha narsani 1 minutdan oshmaganligini ko'rsatib screenshot qilishingiz kerak bo'ladi har kun. Tushunarli? Instagram, TikTok bo'lmasa kerak, aksar odamlarni bu yerda umid qilamanki, Instagramda 1 minutdan ko'p o'tirmaganligingizni isbotlaydigan screenshot ustozga jo'natishingiz kerak bo'ladi, o'sha uy ishi bilan birga. Albatta, uy ishlarini ham har kuni tekshirib beradigan ustozlar belgilangan bo'ladi kursda. U ham yo'lga qo'yilgan. Alhamdulillah. Endi hop, kurs haqida savol berishmoqdimi yo'qmi bilmayman. Tak. Kursga qo'shilsak bo'ladimi onlayn? O'z ustimda ishlash uchun yana nimalar qilishim kerak? Uy sharoitida ham o'rgansak bo'ladimi? Bu uchun yo'llanma. Albatta, uy sharoitida o'rganish uchun bu kurs onlayn albatta qo'shilsangiz bo'ladi inshaalloh. Kuniga 4 soat dars bilan necha IELTS olsa bo'ladi. Qancha yilda IELTS olsa bo'ladi. IELTS hozir ham kirib chiqsangiz bo'ladi. IELTS berishadi sizga. IELTS necha olmoqchiligingizga bog'liq birodar. Tushunarli? 1,5 yilda agar astoydil yaxshi shug'ullansangiz, 1,5 qo'pol qilib aytganda 2 yilda 7 dan 7 olsangiz bo'ladi inshaalloh. 7. 1,5 yilda Allohning izni bilan. Tushunarli? Men shunga ishonaman. 4 soat darsni to'rtga bo'lib qilsak bo'ladimi? Yo'q. To'rtga bo'lib qilmaslik kerak. Nimaga? Chunki har bitta bo'lganingizda siz chalg'iysiz va yana relsga tushib olishingiz uchun, yana o'sha focus mode ga o'tib olishingiz uchun, ya'ni e'tiboringizni jamlab olishingiz uchun rosa vaqt ketadi, energiya ketadi. Miya unaqa ishlamaydi birodar. Ya'ni juda dars qilsangiz, tirs qilib yana jamlanib qolmaydi e'tiboringiz. E'tibori yana chirsilab, parchalanib ketgan e'tiborni jamlab olish uchun vaqt kerak bo'ladi. O'sha yana 1 soatingizni qancha qismini e'tibor jamlab olishga yetkazasiz. Nima bo'lyapti, nima bo'lyapti, qanaqa bo'lyapti. E'tibor bergan bo'lsangiz, bir xil dars qilasizda, ichiga kirib ketib qolasiz, to'xtamasdan qilib gapni tuzib ketib qolasiz, to'xtamasdan skorost oshib ketib qoladi-ku. Shuni o'sha skorostni berib qo'ysangiz, o'sha skorga chiqib olish uchun yana vaqt ketadi. Shuning uchun bo'lmaslik kerak vaqt, 4 soat bo'lmaslik kerak. Tushunarli? Dopaminni eng tez chopish yo'lini ayting. Dopamin eng tez chopish yo'lini shu dopamin chopilmaydi, dopamin baribir chiqadi birodarlar. Yaxshi narsadan dopamin olib, befoyda narsani batamom chopish mana sizga yo'l. Tushunarli? Befoyda narsani batamom tepiga bilan cold turkey deydi. Cold turkey. Ovozim shu bo'g'ilyapti. Polni chopib tashlash. Boshqa yo'li yo'q. Doktorlar sizga shu narsani aytibdi. Doktorlar, meditsina vakillari. Tushunarli? Xo'p, kurs haqida kurs pullimi deyapti. Kurs pulli birodarlar. Mana anaqalarni jo'natishibdi-ku, ana material. Allohum barik. Xo'p, endi kurs haqida savol bersanglar, sekin tugatamiz. Keyin sizlarga bitta surprizim bor. Oxirgacha o'tirganlarga surpriz aytaman. O'sha surprizni nima desam bo'ladi? Sizlarga yoqadi inshaalloh. Xavotir olmanglar. Kurs haqida savollar. Faqat kurs haqida yozinglar iltimos. Ikki soat vaqt ajrata olyapman. Ingliz tili faqat reading listening bilan shug'ullanyapman. Miyaga dam berish uchun tarixiy badiiy kitob o'qiyman. Shoat o'rgana olamanmi ingliz tilini? Albatta, inshaalloh o'rgansangiz bo'ladi. Faqat boya aytganim tarixiy badiiy kitob o'qiyapman deyapsiz. Agar undan kattaroq maqsadlaringizga bu narsa sal vaqtingizni olib harakat qilayotganingizni sezayotgan bo'lsangiz, avvaliyotga baribir qaytishingiz kerak bo'ladi. Qanaqa yozilsa bo'ladi? Men yengaman va narxi. Xo'p, narxi qancha? Qachon boshlanadi? Boshlanishini 25-ga mo'ljallaganmiz inshaalloh, birodarlar. Sovg'a kurs haqidami? Shunaqa desam bo'ladi. Kurs haqida to'liq ma'lumot. Mana hozir aytdim, 35 kun sizlarga har kuni vasila qilish kerak bo'ladi. Har kuni vazifalar, uyish vazifa tekshiriladi. Sizlarga har kuni darsliklar yuboriladi. Vazifalar jo'natiladi va hokazo. O'sha narsalarni sizlar qilishingiz kerak bo'ladi va sizlarni talab qilib olinadi. Yana kursda qo'shimcha haftasiga 3 ta IELTS minimum 8 yoki 8,5 bo'lgan ustozdan jonli dars ham olasizlar. Tushunarli? Jonli dars olasa haftasiga 3 marta jonli dars.
IELTS 8 yoki undan baland bo'lgan ustozdan. Tushunarli? Bu ham bo'ladi. Jonli darsni savol javob qilasizlar, qaytarish qilasizlar, revision qilasizlar va hokazo. Endi kurs qanaqa bo'ladi? Nima bo'ladi? Qanaqa darsliklarni ko'rish imkoniyati yo'qmi deb savol bersanglar, birodarlar, imkoniyati bor. Agar uni oldin misol uchun, yo'q, menga уже shunaqa shart emas, chunki bugun sotuvni ochmaslikka plan qilgan edim, to'g'risini aytsam. Bugun sotuvni ochmayman, bugun kursga sotuvni emas. Ertaga kechki payt ochaman inshaalloh. Ertaga kechki payt ochaman. Bugun lekin men ertaga kechki payt vaqtim yo'q qo'shilishga. Men bugundan agar qo'shiladigan bo'lsak, qo'shilaveraman deb aytsanglar, bugundan qo'shilish iloji bor inshaalloh. Bugundan qo'shilish, lekin men ofitsialni mana anaqa qo'shilsanglar mana shu deb ertaga ochaman. Tushunarli? Nimaga? Chunki men ertaga ertalab sizlarga yopiq kanalda kursimdan ikkita darslikni tashlab beraman, o'zingizlar ko'ra olishingiz uchun qanaqa darslik bo'lishini. Rostdan ham manfaatlimikan? Men darsni qanaqa qilib o'taman? Tushunarli tushuntirarmikan men darslarni degan ma'noda. Albatta bu kursni bitta juda ham kichkina qismi. Nimaga? Chunki kurs boshlangandan keyin sizlarda har kun ustozlar bo'ladi. Ustozlar vazifa uyushingdan tekshirib beradi. Kuniga haftasiga 3 marta jonli dars bo'ladi va har kuni sizlarga vazifa va darsliklar jo'natiladi va hokazo. Shuning uchun bu kichkinagina video darsliklar bir 10-15% shunaqa kurs. Shundan xavotir olmasanglar bo'ladi. Kurs undan ancha kattaroq va miqyosliroq bo'ladi inshaalloh. Tushunarli? Xo'p, mana hozir nimamizni administratorimiz inshaalloh yopiq kanalga link tashlab qo'yadilar. O'sha yoqqa men ertaga ertalab inshaalloh kursimdan ikkita videoni tashlayman. O'sha yoqqa hozir qo'shilib olinglar, birodarlar, hozir qo'shilib olinglar. Barakallohu fikum. Hozir men nechta odam bo'lishini ko'ring mana shu yerda. Tak. Men Naryo akkauntimdan qo'shila olaymikin men bu yoqqa hozir? Mana. Shaqqa jo'natib qo'y. De. Mana qo'shilib olaman. Xo'p. Birodarlar, qo'shilamiz. Hozir qo'shilsanglar inshaalloh ertaga ertalab o'sha yoqqa men nimani tashlayman? Nima deyotgandim? Darslik tashlayman. Allohning izni bilan. Tushunarli? Ertaga darslik tushadi, ikkita darslik tushadi. Narx ikkita. Xo'p, aytgancha kurs qaysi daraja uchun elementary va undan baland daraja uchun bo'ladi. Tushunarli? Elementary va undan baland darajalar uchun. Xo'p. Bo'ldi. Abnamis bo'ldi. O'tkazib yubormaslik uchun birodarlar, hech narsa yo'qotmaysizlar. Darslik ko'rganinglar qoladi. Qo'shilib olinglar, maslahatim. Albatta qo'shilinglar. Dars ko'rib bitta grammatikani misol uchun mustahkamlab olasizlar va vocabulary o'rganasizlar va kursda darsliklar qanaqa bo'lishini ko'rib olasizlar Allohning izni bilan. Shuning uchun hammaga maslahat beraman. Ya'ni kursda qatnashish maqsadinglar bormi yo'qmi farqi yo'q. Qo'shilaveringlar, okay? Tushunarli? Keyin yana bitta narsa. Bu kursda men katta bonus qilishga qaror qildim. Qanaqa bonuski? 25-gacha 10 kun davomida har 3 kun men jonli dars qilib beraman. Kursga yozilgan o'quvchilar uchun qanaqa jonli dars? Bitta matnni olib listening qilib uni analiz qilamiz. YouTube'da ko'rgan bo'lsanglar, analiz darslarim bor. Ya'ni matnni analiz qilib chiqib, ichidan hamma grammatikayu so'z frazalarini tahlil qilib chiqamiz. O'sha narsani jonli qilamiz 25-gacha har 3 kun. Bu nima degani? Sizlar menga jonli tarzda savol berishingiz mumkin. Mana nima degani? Mamda qanaqa grammatika ishlatilyapti? Nimaga mamni grammatika ishlatilyapti? Mamni siz ishlatilmayapti. Bunisi yaxshi to'g'ri kelmaydimi? Nimaga mamni so'z ishlatganda mamni siz ishlatilmayapti? Ya'ni siz analiz qilishingiz kerak. Mana shu kursda mana shunaqa analiz qilishni men sizlarga o'rgataman va vazifalar beraman analiz qilishga. Analiz qilish eng muhim narsalardan bittasi, birodarlar. Til o'rganayotganda shuni bilib oling, okay? Barakallohu fikum. Xo'p, tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Endi kurs narxini va nima degan edi? Kurs narxini va kursga agar hozirdan yozilish
maqsadi nimasi bo'lgan odamlar ertaga kirolmayman, man jonli darsga kursni sotuvini ochganinglarda man kirolmayman deb aytayotgan bo'lsangiz, vaqtim bo'lmay qoladi ertaga kechqurun desangiz, hozir administratorim sizga kimga aloqaga chiqish kerakligini va ertaga necha puldan kurs ochilishini sizlarga o'sha akkauntda aytib yuborishadi. Tushunarli? Kirib savol kirsanglar, men kursga yozilmoqchiman deb yozasizlar o'sha akkauntga. Ertaga vaqtim yo'q kirishga deb aytasizlar. Ismi sharifingiz, telefon raqamingiz yozasiz va kursga yozilmoqchiman deysiz. Necha pulligini sizga aytishadi. Sizga to'g'ri kelsa yozilasiz inshaalloh. 1 oylik kurs, ya'ni 35 kunlik kurs birodar. Tushunarli? Skidka narxini aytishadi ertangi, skidka narxini. Ertaga skidka narxini men sotuv ochganimda aytaman. Tushunarli? Ya'ni chegirma deydimi o'zbekchasiga? Chegirma narxini ertaga sizlarga aytaman. Agar yozilmoqchi bo'lsanglar, inshaalloh albatta mana shu yoqqa menejerga aloqaga chiqinglar va sizlarga ma'lumot berishadi. Tushunarli? Tak, hozir 1 minut. Tak. Yana sizlarda savol bo'lsa menga hozir aytsanglar, qayerga yozyapman? Savollar. Iltimos faqat kurs haqida savol bersanglar, aralashib ketib qolmaslik uchun. Elementary'ni boshlaganlar uchun bo'ladi-da. Shu efirni kanalga tashlab qo'ying debdilar. Xo'p, inshaalloh harakat qilaman. Ustoz, shuni Ramazondan keyin qilsa bo'ladimi? Ramazondan keyin ochamizmi bilmadim. Lekin yaqinda o'sha 25-da boshlayapmiz-da kursni, birodar. Katta rahmat, sizga ham rahmat. Zo'r kurs. Narxini nega aytmayapsiz? Ertaga inshaalloh aytaman. Barakallohu fikum, tushunarli? Ertaga inshaalloh aytaman. Xo'p, va keyin sizlarga hozir yana bitta menga eslatib yuborishdi. Sovg'amiz bor. Ya'ni eslatib o'taman birodarlar, bu kurs elementary va undan balandlar uchun 100% nol bo'lsangiz, 100% ingliz tilini endi boshlayotgan odam bo'lsangiz, u birodarlar uchun ham yaqinda noldan boshlangan, umuman noldan boshlayotgan odam uchun kursimizni hali ochmaymiz, yaqinda ochamiz inshaalloh. Mana shu kursni tugatib olsak inshaalloh zapuskini o'shandan keyin yaqin orada beginnerni ochamiz. Beginner bo'lsangiz, bu kurs siz uchun emas. Elementary undan balandlar uchun, tushunarli? Va aniqlamoqchi bo'lsangiz, o'zingizni nima deydi, darajangizni aniqlamoqchi bo'lsangiz, sizga qisqacha gayd jo'nataman hozir. Pullimi yo'q, tekinga. Shu gayddan foydalanib, siz o'zingizni taxminan qanaqa darajadaligingizni bilib olsangiz bo'ladi. Tushunarli? Mana ko'rib foydalansanglar bo'ladi inshaalloh. Xo'p. Beginner yaqinda ochiladi inshaalloh. Beginner yaqinda ochiladi. Xavotir olmanglar. Xo'p. Beginner so'rashdi. Challenge-dan keyin nima qilishimiz kerak? IELTS 7+ bo'lish uchun challenge-da qilgan narsangizni o'zingiz olib ketishingiz kerak bo'ladi yana. Challenge-da qilgan narsalaringizni, ko'nikmalaringizni orttirgan ko'nikmalaringizni davom ettirishingiz kerak bo'ladi va IELTS ga qatnashishingiz kerak. IELTS ga o'rganishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni IELTS ga отдельный kursga yozishingiz kerak bo'ladi. Bu menda emas. Menda hozir IELTS kurs yo'q. Men faqat offline o'tganman. Men IELTS kursi hali onlayn kursini yo'lga qo'ymaganman IELTSni. Inshaalloh maslahat beraman kimga yozishni. IELTS masalasi bo'yicha agar o'sha odam yo'ldan chiqsa inshaalloh. Xo'p, ikkinchi webinar ertaga kechqurun xuddi shunaqa vaqtda birodarlar. Ikkinchisi ertaga sotuvni ochamiz. Shuning uchun undan qolib ketmanglar va undan ham foydali ma'lumotlar albatta beraman. Foydali ma'lumotlar ertaga ham bo'ladi albatta. Tartib haqida ham inshaalloh balkim yana savol javob qilib yana suhbatlashamiz inshaalloh tartib va intizom haqida. Ko'p vaqtinglarni olmayman. Savolingizga menchalik yetarlicha javob berdim. Kurs haqida ham tartib va intizom haqida ham gaplashdik. Endi qani mana shu yoqqacha qolganlar tartib va intizomni qanaqa saqlash kerak ekan? Menga endi yozib olinglar, konspekt qilganlar. Konspektni qani menga jo'natinglarchi, yozganlar bo'lsa agar iltimos.
Yozdim, lekin manchalik rasmini jo'nata olmaysizlar. Qo'lda yozgan. O, mashaalloh. Allohumma barik. Yozganlar bor ekan. Allohumma barik. Mashaalloh. To'ppa-to'g'ri. Allohumma barik. Zo'r yozib chiqibsizlar. Ko'rib chiqqanman hammanikini. Allohumma barik. Birodarlar, kirib o'zinglarni rivojlantirishga harakat qilayotganinglar uchun sizlarga rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Men o'zini rivojlantirishga, yomon odatlarni yo'qotishga, jamiyatga foyda keltiradigan odam bo'lib yetishib chiqishga harakat qilayotgan odamlarni hurmat qilaman. Shuning uchun hammanglarni hurmat qilaman, birodarlar. Sizlarga tashakkur deyman. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Albatta, haligi gruppaga qo'shilib olinglar. Barakallohu fikum. Gruppaga qo'shilib olinglar va ertangi darsni kuzatib, ertaga ham albatta kiringlar. Okay? Ertaga ham albatta kiringlar va yana manfaatli suhbatimizni to'xtatmaymiz inshaalloh. Ertaga kirib, ertaga sotuvni ochaman, bemalol qo'shilib olsanglar bo'ladi. Va bitta narsani iltimos qilardim, birodarlar, bitta narsani iltimos qilaman, hali ham shu yerda bo'lsanglar. Agar sizlarga bugun men foyda ulashgan bo'lsam, sizlarga bugun tanishinglarga, bugun kirolmay qolgan tanishinglarga yoki ingliz tilini rivojlantirish xohlayotgan tanishinglarga shu linkimizni, mana shu yopiq kanalimizga bo'lgan linkka jo'natib qo'yinglar, kirib olishsin, foydani olishsin, kanal, ya'ni o'sha kursimizning bir kichkina qismini ko'rishsin, kurs qanaqaligini bilishsin va hokazo, ya'ni. Tushunarli-a? Bilishsa inshaalloh balkim ertangi vebinarda qatnashishar. Yana qaytaraman, agar bugun foyda olgan bo'lsangiz, bugungi suhbatdan bitta sizlardan shu narsani iltimos qilib qolaman. Menga ham yordam bersanglar, inshaalloh shu linkka boshqa tanishinglar bilan, gruppalardami, birodarlar bilanmi ulashib qo'ysanglar, aytib nimaligini buni, nima haqidaligini buni, kurs haqidaligini, ya'ni kursdan bir qanchasini tekinga ulashiladi, ko'riladi, kurs qanaqaligini sizlar o'zingizlar tatib ko'rganingizdan keyingina, ya'ni sizlarga aytiladi, sotuv ochiladi inshaalloh ertaga kechqurun. Tushunarli-a? Barakallohu fikum. Boshqa vaqtni olmayman inshaalloh, birodarlar. Hammaga jazakumullohu xayron. Ertaga inshaalloh sizlar bilan ko'rishguncha assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.